Sizdan men shu san'atkorlar qismiga bir chiroyligina duolar so'ramoqchiman. Qolgan qismini o'zimiz yuklab olishga harakat qilamiz. Qani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vel akibatu lil muttaqin ve salatu ve selam ala hayri halqi Muhammad ve ala alihi hassabi ecmaîn. Amma ba'd, Alloh subhanahu tabaraka taolaga hamd va sano, payg'ambarimiz sarvari koinot, sarvari olam, ikki dunyoning shamchirog'i bo'lgan zot Rasululloh akram on hazrat nabiy olam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salomlar bo'lsin. Ajoyib bir xonadon sohiblari saodat kunlarining birida ajoyib bir zavqli, shavqli, quyosh barqaror chiqib, odamga ta'sir qilmaydigan bir kunda, oktyabrda serquyosh mana kunlardan o'tib, kuzning bir ajoyib bir kunida, ajoyib bir xonadonda Norquljon ukamizning xonadonida, mana shu Turoqlar xonadonida bugun katta to'y, katta tantana, bir haftadan beri to'y taboriklari bilan yuribmiz. Inshaalloh kechagina chiroyligina bir tadbirlarni o'tkazib oldik. Bugun mana bardavom bo'lyapti. Avvalambor bizni zavqimizga zavq, shavqimizga shavq qo'shgan, o'zining o'rniga ega bo'lgan serqirra ijodkor, san'at olamida o'zining o'rniga ega bo'lgan san'atkor. O'zlaring bilasizlar, kechagina O'zbekiston teleradio kompaniyasi zo'r to'yda o'tkazilgan ovoz ko'rsatuvida o'zining o'rniga ega bo'lgan san'atkor. Albatta Surxondaryo viloyati Denov tumanida 1966-yilda tug'ilgan yosh ukaxonimiz 68 astag'firulloh, mayli yosh qo'shganimiz ma'qul bo'laydi, lekin mayli bo'ldi. 68-yilda tug'ilgan ukaxonimiz mana sizlarni bugun dillaringga oshno bo'lib, qalblaringdagi ochilmagan qirralarni ochib, dardlarga malham bo'lgan chiroyli qo'shiqlari bilan ham nafas bo'ldi inshaalloh. Ajoyib bir inson ekan, yoqib qoldi. Inshaalloh umringizga, rizqingizga Alloh baraka bersin. Kam bo'lmang elni duosidan inshaalloh. Robbi anjilna munzalan mubarakan anta khayrul munzilin. Alakamizni ham umriga, rizqiga, kasbiga, kasbi-koriga Alloh barakat bersin. G'ala-g'ussalardan, g'am-g'ussalardan, balolardan, ofatlardan, ko'zlardan, so'zlardan, suhlardan, kinnalardan, nazarlardan Alloh asrasin. Doimo bolalaringizga bosh bo'ling. Bilaman, har bir qalbning yuragida dardi bor, armoni bor, aytilmagan so'zlari bor, lekin aytishga pinhona sevgisi ham bor-da uni. Bilaman, aka, qo'lingiz bilan bunday qilmang, hamma narsa kelyapti aslida. O'ldirib yuboryapsiz fikr. Ana shu kelayotgan hamma balolardan, qazolardan, g'ala-g'ussalardan, ajoyib bir tuyg'ulardan Allohning o'zi asrasin. Umringiz bundan ziyoda bo'ling, bolalaringizga bosh bo'ling. Elni nazaridan, xalqning nazaridan hech qachon tushmang, Allohning nazaridan tushmang. Doimo sog'likda, omonlikda uchrashaylik. To'yga olasa, qudachiliklarimiz ming yillarga bardavom bo'lsin. Borishlik, kelishlik, mana shu qishloq ahli nomidan, mahalla nomidan, fuqarolar yig'ini nomidan sizga tashakkur. Ofanda buning sog' bo'ling. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Bizni molla bo duo qildi, endi ketamiz degan gap yo'q hali. Hali to'y davom etadi o'rtoqlar. Inshaalloh bir san'atkorga duo beryapmiz biz. Bizni xalqimizdan joy olgan, mehriga yosi bor yigitga duo beryapmiz-da o'rtoqlar. Men faxrlanaman mana shunaqangi san'at olamida o'zini ega bo'lgan yigitlardan ko'rib. Musiqachilarimizni, ovozlarimizni baralla sizga yetkazib bergan mana shu ukalarimizni, san'atkorlarimizni barchalarini mana shu Naychi ukamizni, Doira ukamizni mana Dangurni ham barchalaringga katta rahmat ilohim. Kam bo'lmanglar qatorlaringda. Nodirjon ukam o'zim shogirdim bo'ladi Nodir men bilan ishlagan u. O'zimning ukalarimdan inshaalloh mana shu yigitlarning umriga, rizqiga Alloh baraka bersin. Har bir xonadonda to'y bo'lsin. Maqsadimiz bitta, maslagimiz bitta, yaxshilik faqat. Iymonda, e'tiqodda, islomda sobit qadam bo'lib, mulla sandiq orqasidan sajdalar qilib yursalaring inshaalloh to'g'ri yo'ldan yuraverasizlar. Doimo sog'likda, omonlikda yuringlar doimo. Bizda aka-ukachiligimizda ming yillarga bardavom bo'lsin. Norquljon hali bu yigitlarni uylantirish to'ylarida ham mana shu Alijon aka kelib yor sadolari ostida kelinlarga duo bersin. Sog'likda, salomatlikda ko'rishguncha omonda bo'lishlikni Alloh barchamizga nasib etsin. Va sallallohu taolo xayru xalqi Muhammad va ala alihi ashabi ajma'in. Allohu akbar. Rahmat. Alloh Norqul aka
Niyozing bo'lay bo'lsin. Nima qilasiz? Shuncha pul nima qilyapsiz? Kimga berasiz pulni? Pul yig'aman, ko'p pul yig'amandagi. Farzandaga sizga umr o'zimga ham qoladi-da. Shuning uchun pul yig'aman. Ikkalamizga hammasi Bitmagay umring nimaga? 4 kun 5 kun iloyim rahmat. Juda qo'shiqni eshitgan odamlarga aytging keladi-da. Hali bee'tibor bo'lgandan keyin aytging ham kelmaydi. Shuncha e'tibor qilib ertalabdan qarsak chalib o'tirsizlar, bizga ilhom berib rahmat. Qadamlaringizga hasanot. Xonadonlaringizda o'zbek xalqini har bitta xonadonda mana shunday yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Biz tilagimiz shu. Kimlargadir havas bizning shuhratimiz, sha'nimiz, san'atdagi maharatu bu kadar imkonimiz deganman. San'at so'bi. Sog' bo'ling. Ustozimizning ruhlari shod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Bitta so'l beringlar. Hali bitta qo'shiq aytib bering. Talablariga binoan. O'rtoqlaring aytganda yor yor, dunyo senga hech bo'lmasin tor. O'rtoqlaring aytganda yor yor, dunyo senga hech bo'lmasin tor. So'zlarimga bo'lgin vafodor. O'sha kunni bir bor eslaganda faryod etmagin. O'sha kunni bir bor eslaganda faryod etmagin. Bo'lg'usi yor senga boqqanda, qo'llaringga uzuk taqqanda. Bo'lg'usi yor senga boqqanda, barmog'ingga tilla taqqanda. Güzel yorim hech qilmaykanda, bir bor eslaganda faryod etmagin. Mikrofonsiz. Bir bor eslaganda faryod etmagin. O'rtoqlaring o'rtoqlaring dasta gul tutsa, gulni hidlab bir bor eslagin. Bo'lg'usi yor
eslagin o'rtoqlaring dasta gul tutsa gulni hidlab bir bor eslagin sevaman desa bo'lg'uvchi sevaman desa o'sha odamni bir bor eslagin. Sağ olun. Rahmat.